Qadrli yurtdoshlar, sizlarga ishonchli sementlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana Chisti Qoraqalpog'iston zavod sementidan keladigan 550 va 450 markadagi sementlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. 50 kilo chiqishini garantiya beriladi. Xolasansizlar taraziyaga qo'yib ber desangizlar, taraziyaga qo'yib beriladi do'stlar. Rasmoy sement emas, zavoddan keladigan. Shuning uchun diqqatli bo'lasizlar. Xo'p, hozir 450 va 550 marka. Bu ko'rib turganlaringiz 550 marka. Kime qancha miqdorda kerak bo'lsa, yeterli darajada bor. Xo'p, yana 450 markalarimiz do'stlar. Bular ham aytib o'tganimdek, Chisti zavodning sementi 50 kilo chiqishini ham buni ham garantiya do'stlar. Xo'p, narx-navolarına keladigan bo'lsak, narx-navolari 49 ming so'm, 52 ming so'm. Dastlabkilar bunday bo'ladi do'stlar. 4 yil ichida 3 kilometrdan 20 xaltadek bo'lsa, agar dastlabkisi besplatni aytib beriladi do'stlar. Sheben g'ish mahsulotlarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir bir chetdan. Ya do'stlar, g'ish mahsulotlari ko'rib turganlaringizdek sifatli g'ishlardan. Bularning narxi 1400 so'mdan bo'lib turibdi. Bular ham agar 1000 kar 3 o'tadigan bo'lsa, shu aytib o'tilgan kilometra dastlabkilari tekin holatda aytib beriladi do'stlar. Va yana xaltalangan sheben va chayga mahsulotlari kerak bo'ladi, qum mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, xaltasi chaygariga 5000 so'mdan, buniki 10000 so'mdan bo'lib turibdi do'stlar. Yasangizlar, ozroq tushishi bor, xudo xolasa. Setkalar, steyski uchun setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yana telefon etaverasizlar. Izol mahsulotlari, qora qog'oz mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanaverasizlar do'stlar. Buyog'imiz issiz, sayyosetkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol cho'ra kelaverasizlar. Biz ham manzillarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, To'rtko'l tuman televizkani ro'parasida do'stlar. Kanalımıza avans bilan bir like bosib qo'ying. Keyingi videolarda sog'lik omonlikda ko'rishguncha.